Assalomu alaykum va rahmatulloh. Issiqko'l oblasti Cho'lpon-Ota shahridan hamshaharlarimizga va bizni doimiy kuzatuvchilarimizga alangali salom yo'llaymiz. Biz el uchun fondi qoshida ochilgan Biz el uchun plus innovatsiya o'quv markazi nomidan Issiqko'l oblastining Cho'lpon-Ota shahrida 3, 4 va 5 iyul kunlari mentalniy arifmetika bo'yicha olimpiadaga kelganmiz. Bolajonlarni ekskursiyaga, tabiat qo'yniga, ko'l bo'yiga olib chiqib, ota-onalari bilan birgalikda hordiqlarni chiqardik va olimpiadaga kayfiyatlarni a'lo darajada olib kelishni maqsad qildik. Maqsadimiz 2026-yilni FOC formatida o'tkazilayotgan mentalniy arifmetika xalqaro olimpiadasiga qatnashishlik edi. Barbara 77. Tapmayın. Polatbek Polisman. Marş. Внимание. Марш. Мерка маленький академики командасы А классында 2 алтын. Марш. Almanlar 66. Cevap aldan bayladı. Внимание, марш! 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 Внимание, марш! Altıncı stol Mustafa Bey. Внимание, марш! Cevabı 2, kalganları 1.
Mustajanov Mustafa innovatsiya jengimpoz atandi. Marş. İmanem marş. İmanem marş. Men tanlagan Fmetikaga Olimpiadaga kelganmiz jamoamiz bilan birgalikda. Xo'p, qarshimizda hozir 10 kilo yaqin osh tayyorlanib kelgan shu yerda Olimpiada qatnashgan bolalarga, ishtirokchilarga, mehmonlarga. Buni sababchisi Norin shahridagi Baxtugul ejamiz bo'ladi o'zi asosan. Sababi bu ejamiz bilan bir qancha yillardan beri hamkorlikda ishlab kelamiz. Bolalar bizda o'quv markazlarida onlayn ta'lim olishadi. Shu jamoamizni hurmat qilgan holatda, bolalarni hurmat qilgan holatda bugun ehson qatorida shu Olimpiada qatnashchilariga osh tayyorlab kelgan ekan. Minnatdorchiligimizni bildiramiz va doim shu bizlar uchun jamoasi olimpiadalarda bolajonlarni qo'llab-quvvatlab orqasida turishligi ham bir hikmati borligini isbot o'laroq qabul qilamiz inshaalloh. Hozir bolajonlarga, qatnashganlarga xizmat qilib shu osh tarqatamiz ekan. Qani bismillah. Xo'p, ammo ajoyib osh bo'pti. Aka go'shtlarni sola olamiz, Sohibbek chaqirib qatnashchilarga bera olasizlar. Qosh keladi deb qo'ying. Issiqko'l olimpiadasına geldiler bala bakrabız menen. Bugünkü aşımız da berekeli olsun, baldarımız da iyilikli olsun. Жақсылықты Аллах Тааладан сурап тилеп үмүт кылабыз. Биз болсо инновация группасы менен чогуу келгенбиз. Ата-энелердин атынан бардык бизге көзөмөл кылып, ушул жерге алып келген Хусниddin марафаттарга Алла ыраазы болсун, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Bu yerda Olimpiadada bir eslatma qatori aytaman. Qozog'iston davlatidan bir qanchalagan kuchli o'quvchilar bor. O'zimizning Qirg'iziston davlatidan ham Bishkek shahri, O'sh shahridan ham bir qancha kuchli o'quvchilar qatnashdi. Bularga qaramasdan biz o'quvchilarimiz alhamdulillah oliy o'rinlarni egallashdi va ota-onalarining yuzlarini yorug' qilib, ustozlarning bergan ilmlarni ham oqlash degan umiddamiz.
5-iyul sanasi mana bugun olimpiada o'z yakuniga yetdi. Sizlarga bu olimpiadaning natijasi bilan ham bir ma'lumot qatori yangilik qilib sizlarga aytib ketsam, bu olimpiadaga biz o'quv markazimizdan 25 ga yaqin o'quvchini olib kelganmiz. Bu o'quvchilarimizdan 4 tasi birinchi o'rinda, 11 tasi ikkinchi o'rinda va 10 tasi uchinchi o'rinda egallashdi. Alhamdulillah, Alloh taolo ko'zimizni yorug' qildi va biz el uchun jamoasi shu yerga birgalashib kelgan 10 ga yaqin ishtirokchilarni ham yuzlariga tabassum yurdi. Charchoq albatta, ota-onalar yuzida charchoq, lekin bugungi kun bizni barchamizni xursand qildi va shu qator sizni ham degan umidamiz. Farzandiga befarq bo'lmagan ota-onalar diqqatiga va biz bilan doim shu tadbirlarda biz birga bo'lgan vatandoshlar va shahardoshlarimiz diqqatiga befarq bo'lmang birodarlar. Biz el uchun jamoasi doim siz bilan birga va biz bilan birga bo'ling. Yutuqlar va g'alabalar doim hamrohimiz va yorimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.